Salom g'azalarim, bugun sizlar bilan makiyaj qilmayman. Aksincha, uy sharoitida karboksin terapiya va cheska peeling haqida gaplashamiz. Tadam! Qizlar, bu karboksin terapiya yuzimizni kislorod bilan to'ydirib beradigan narsa. Ichida 5 ta maska va 5 ta shpris bo'ladi. Haftada 1 martadan qo'yiladi, ya'ni 5 haftaga bemalol yetadi. Xohlaganlar korobka bilan, xohlaganlar dona olsa ham bo'ladi. Xususiyatlari haqida esa maskani qo'yayotganimda tushuntirib beraman. Enzimli pudra va peeling geldan foydalanish shart. Enzimli pudra cho'li tochkalarni yo'qotib, yuzimizni poralarini chuqur tozalab beradigan narsa. Haftada 1 marta, 2 marta qo'llanish shart. Peeling gel u ham shunaqa, 1 marta, 2 marta foydalanasizlar. Bu o'lik terlarimizni tushirib, yuzimizni silliq qilib berishga yordam beradi. Bundan keyin qiladigan uxodinglar va tonalkanglar ham idealni yotib beradi. Kosmetologga borsanglar ham albatta shu mahsulotlardan foydalanadi. Faqat biz o'ylaymizki, ular professional narsalardan. Yo'q, qizlar, o'zimiz ham sifatli mahsulotlarni olib uy sharoitida bemalol yuzimizni cheska peeling karboksin qila olamiz. Karboksin terapiyani qilishdan oldin yuzimni chuqur enzimli pudrada tozaladim. Sephora brendiniki nalichida bor qizlar. Bu bilan kukun bo'ladi. Qo'limizda ko'pirtib yuzimizni 3-4 minut, hattoki 5 minutdan massaj qilasizlar. Shunda poralaring chuqur tozalanib, cho'rni toshkalar yo'q bo'ladi. Orqasidan esa skatka peeling, ya'ni peeling gel orqali o'lik terlarimni tushirib, yuzimdagi g'adar budurlikni yo'qotib. Karboksinni boshladim. Bu esa qo'yiladigan maskasi. Xususiyatlarini tushuntiradigan bo'lsam, poralarimizni qisqartirib, mayda ajinlarni yoyib, yuzimizni kislorod bilan to'yintirib, dog'larni esa ochartirib beradi. Hattoki sepkillarni. Karboksin terapiyani ukol protseduralardan qo'rqadiganlar uchun chiqazilgan bittada effektini sezasizlar, yuzingiz silliq bo'lib, lifting hosil qiladi. Tekis qilib yoyib chiqamiz. Bo'ynimizga ham endi maskani qo'yaman. Gel bilan maska reaksiyaga kirishadi. Ozgina qizish paydo bo'ladi. Qizisa ham chidayli. Endi 20-30 minut kutamiz. 30 minut bo'ldi. Salfetkaga artib, suvda chayib kelaman. Vot qizlar, realni yuzim yaltirab, silliq bo'lib qoldi. Lifting his qilyapman. Ko'rdinglarmi? Kosmetologga bormasdan ham uy sharoitida bemalol qilsanglar bo'ladi. Vot qizlar, ishlatgan narsalarim hammasi nalichida bor. Enzimli pudra, peeling gel, hattoki ta'sirchan yuzaga ham bemalol tusha oladi. Karboksin terapiya zakaz berishinglar mumkin.